Yo do'stlar, sizlar bilan yana men Bamos Annasi. Bugun FIFAdan video olamiz. Bugungi videomiz qisqa bo'lishi mumkin, lekin bo'laveradi. Yaxshi-yu, to'g'ri. Qisqa bo'lsa tez ko'rasizlar. Like va obunani ham tez bosib qo'yasizlar. Endi shu FIFAga kiraman degancha like va obunani bosib qo'yamiz. Bosmasak bo'lmaydi. Iltimos, mana shu ko'rayotgansiz siz. Shunday ko'rib o'tiribsizlar hozir. Bilaman sizlarni. Obuna va like ga bosib qo'yinglar. Men ham sizlarni qanchalik like va obuna bosishinglarga qarab, o'zi har kuni video joylayapman. Sizlarni like va obunalarga qarab shuncha video qo'yaman. Videomiz yoqayotgan bo'lsa, obuna bilan like ham bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Chunki hammaga ham emasda, har kuni telefonni ol, videoga ol. Hamma ham bu ish qilolmaydi. Nimadir keldi hozir, kimdir menga bir gapir tashlagan yoki podarka beryapti. Nima bilmadim. Hozir ko'ramiz edi. Qani. Yana tashlagan shuni. Kerak yo'q bir narsa. Bugun pak ochildim. Hozir ochamiz ham 7,5 mingtalik ochmoqchi edim. Mayli endi. Sizlar uchun 2,5 mingtalik ochaveramiz. Agar sizlar shu videoga like va obuna bossanglar, shundan bizga hozir petit tushadi. Petit. Davay, like va obuna bosib qo'yamiz. Bittalab ochamiz. Davay. Qani. Yurarmikan? Yursin-da. Judayam nima. Hozir shans ko'p, lekin odam tushib qolishiga. Qani. Yurmadi endi. Nima bu FIFA? Noinsofmisan? 2,5 mingtagi ketdimi shunda havoga hozir? Mayli endi. Yana bitta ochamiz. Ochishimdan oldin obunani bosib qo'yamiz. 1, 2, 3. Like bosdinglarmi? Obuna bo'ldinglarmi? Unda ochamiz. Birinchisi sizlarniki edi. Endi meniki. Bir, 2, 3. Yurib ketdi. Braziliya. CP. Kim edi bu? Brizon. Yaxshi. Sizlar qo'zdinglar Brunoga. O'zi menga buni keragi ham yo'q o'zi. Men akkaunt qalaydi. Brizonga CPga nima kerak bo'lsa. Boyagina Brizonni tushirib oldim. CPga. O'zi men Brizonniki aslida. Endi buni qayerga beramiz? Albatta, menga beramiz. Keragi yo'q baribir. Menga bergan yaxshi. Undan ko'ra 200 ta yig'ib olib, hozirmanda 160 ta, 200 ta yig'ib olib, 112 yoki 113 odam tushib olgan yaxshi. Undan ko'ra mana bitta
Onlarda yangi sezonlik emas, eski sezonlik odamlarni sotib, X-Train'ga ochgan yaxshi. Keyin sizlarga aytib qo'yay. Mamutda nima keldi? O'z ko'rasizlar. Mamut pодарок keldi. 14 kun deb qo'yuvdi. 14 kun o'tdi oradan. Mamutdan hozir 300 tadan yig'asizlar. Mana futbol kokutda turibdi. Hozir menda 100 ta turibdi. Tepada ko'rdinglarmi? Shundan 300 ta yig'aysizlar. Men bundan ochdim mana 300 taga. Men bundan ochdim. Men bundan ochdim. Sizlar buni mana qilib o'tirmaysizlar. Bitta tarafini mamuni tanlab olib, uchalasini ham olganingizdan keyin yuradi bu. Keyin mamuni ochdim. Endi ochish kerak. Keyin esa mamuni xohlasizmi yoki 4 tasini ham qilish kerakmi deb o'ylab qoldim. Hozir men 4 tasi bo'lmasin deb juda ham qiyin bo'lib ketdi ustiga. Buncha podarkasi ham uncha emas ekan, 14 kunga arzimaydi. 111, 113 pakda. Chunki 113 tushsa yaxshi. 113 dan qaysi tushgan yaxshimi? Lekin 113 tushishi ehtimoli kamda. Bilaman-da qanaqa tushmasligini. Mana keyin Mamutdan galereyaga kirsanglar, ikkinchi hafta edi ko'p Palmer Best kelgan payt. Endi 3-hafta ochildi. 3-haftada hozir 3-haftada Moli, Roni ko'pchiligi keldi. Bede, Salah keldi. Juda ham zo'r. Lekin ularga hozir yig'ish oson emas. Mamutda 200 ta yig'asizlar-da. Hozir 160 ta ochganingdan keyin bo'sh tushsa 10 tadan topshiraverasizlar. Keyin esa shunaqa qilib 20 ta odamni beraverganingizdan keyin 112 yoki mana sizlarga oson yo'li 112 emas, 113 keladigan bo'lsa, ikkinchi haftamida yo birinchi haftadami 200 taga bir yaxshi mana 200 taga mana bitta Estevao sotdi. Bu juda ham zo'r, buni olinglar. Chunki men nimaga olmadim? Varatam nimaga oldi deysanglar. Chunki mana sababi. To'xtanglar. Hozir qotib qoldi. Ko'rdinglarmi? Sizlar obuna bosmadinglar, shuning uchun qotib qoldi bu. Men gapimni eshitib bir ikki odam bosdi. Shuning uchun hozir ochib ketdi. Keyin mana hozir menda meni nimamda yo'q-da. Uni olsam ham baribir ishlatolmayman. Mamutda turadi, bekorga Mamutda turadi. Men ikkinchi nima qilsam bo'ladi, lekin 115 dan tushib ketib qolaman-da. Kerak yo'q, nima qilaman men ko'ra. Dedim-da. Keyin men odam chiroyli. O'zi napimda Campos bilan Martinez edi. Ikkalasi ham napda turibdi, e'tibor bersanglar. Keyin ikkita napni ham almashtirdim. 100 pak ochdim, 112 nap tushdi, ikkita kuchaytirdim. Keyin esa Welbeck bilan Martinez edi. Keyin esa mana odamni 114. Keyin mingta qo'shib oldim. Sizlarga maslahatim mana Mamutda kirsanglar, mana Mamutda nima keyin keyin короче, ma'mullarning javobini topasizlar. 3 ta match
3 matcha deb bosib qo'ygan. 3 marta qilsanglar mana bitta 300 ta beradi. O'zimda 200 ta bor edi. Yo'q. 290 ta bor edi. Keyin esa nima qildim? Mana o'zi 90 ta qoldi. O'zi 500 ta deb mana bitta 114 ancha arzon. Shu odamni olishga nima maslahat beraman. Men birinchi haftasi bu vashi bo'lmaydi. Mana 100 taga ko'rasanlar sizlar 109 odam beryapti 100 taga. Ikkinchi haftaga o'tsanglar vashi nimaga 100 taga 111 odam beryapti. Yangi ochgan akkauntlarga bu juda ham zo'r nima dey? Oson ko'tarilib ketishi mumkin. 3 ta odamni oldim men hozir. Mana 500 taga sotib oldim. 500 taga. Oyog'i to'rga 5 bu juda ham zo'r. Shuni olsanglar ancha yaxshi bo'ladi lekin. Sizlar buni olmay turinglar. 3-hafta men 3-nimasi ochilgan payt ko'ringlar. Agar 114 ga 500 taga bermasa, nima qilinglar? Shuni olaveringlar. Chunki hozir men oshiqib qoldim. Endi o'ylayapman. Hozir endi 3-si ochilgan payt hozir bundan yaxshiroq odam chiqib qolishi mumkin. Keyin esa mana men bir ikkita odamlar bilmaydi. Biladiganlar ham bor, bilmaydiganlar ham bor. Mana Yaponiyada bosib qo'yganman bitta. Mana savol chiqadi. 3 ta savol. Mana men bitta 150 ta manda. 3 ta savoldan topasizlar. Keyin 300 ta bo'lgandan keyin men 90 ta fragmentga 90 ta emas 60 ta beradi. Qayerdan beradi deganlarga javobim mana. Mana bitta magazin bor. Magazinni bosasizlar. Keyin men bitta 4-chi, 3-chi nimada turibdi. 5-sida ekan mana. Antik tushasizlar, pastga tushasizlar. Keyin mana 300 ta turibdi mana bosasizlar-da. Mana bittadan ochasizlar. 10 ta qilsa bo'ladi. Men уже 9 tasini qildim. Ertaga qilsam bo'ldi, уже qolmadi. 60 ta beradi ertaga, keyin 100 taga kimnidir ovoraman. 60 ta beradi 300 taga bu juda ham yaxshi. Shuning uchun men 200 ta 290 ta yig'ib oldim. Keyin 300 tani men bitta 3 ta o'ynab yutib oldim. Lekin uni 3 kunda nima qilasizlar? Olasizlar. Bir kun o'ynaysizlar, keyin ikkinchi kun prosta o'ynaysizlar. Ikkinchi kun 50 ta beradi mana bundan. Keyin 3-kun 300 ta beradi. Shuni olasizlar, keyin esa 114 napli bo'lasizlar. Bu vashi juda ham zo'r. Endi bugungi videomiz o'yinsiz o'tib ketdi. Videomiz yoqgan bo'lsa obuna va like bosib qo'yamiz. Hozir men Anton podarka oldim. Men pochtadan kim hozir FIFA ga kirsa berishadi. Javob beradi. Bermagan bo'lsa hech kim FIFA ga kirib o'ynamagan bo'ladi sizlar. Kim o'ynagan bo'lsa hozir kirsin. Men javobimni beraman, chunki o'zimga ham berishdi. Bungi videomiz shu bilan tugadi. Bo'pti, xayr do'stlar. Hozir shu video qo'yiladi YouTube'ga. Obuna va like bosib qo'yinglar o'rtoqlar. Yana video qo'yishimiz mumkin, sekretlarni aytib o'taman. Chunki ancha odam buni tushunmaydi. Bo'pti do'stlar, videomiz tugadi.